Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Men keldim. Siz ham shu yerdamisiz? Ha, siz. Ekranning narigi tomonida o'tirgan o'sha shirin bola. Bugun studiyamizda juda maxfiy, juda sirli, juda qiziq sinovlar bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? Qiziqyapsizmi? Hozir bilib olasiz. Demak, boshladik. Kulgu, hayrat va mehr ko'rsatib yuborishga tayyor turing. Yashirin kameralar joyida. Unda boshladik. Mana tarbiyachi opa katta qutilarni ko'tarib ketmoqda. Unga biroz og'irroq shekilli. Qani bolalar qanday munosabat bildirishar ekan-a? Kim yordamga chopadi, kim shunchaki qarab turadi, kim boshqalarni chaqirib, "Kelinglar, yordam beramiz" deydi. Biz yordamchi, mehribon va qo'li ochiq bolalarni izlayapmiz. Yashirin kamera hammasini ko'ryapti. Qani, kuzatamiz. Biz shirintoy kichkintoylarimizning qanchalik e'tiborli va yordamga shay ekanliklarini sinab ko'rish uchun bog'cha opalarga bir nechta qutilarni ko'tarib o'tishni aytdik. Qarab ko'raylikchi, bolajonlar o'yin bilan band bo'lsalar ham yordamga oshiqisharmikin? Hech kim yugurib kelmadi. Ehtimol boshqa bolajonlar kelib qolar deb rosa kutdik. Ha, mana bu kichkintoylar biz yordam beramiz deb quvonib chopib kelishdi. Barakalla. Qoyil sizlarga, juda e'tiborli ekansizlar. Keling endi boshqa bolalarni ham kuzatib ko'raylikchi, balki ular ham yordamga oshiqib kelishar. Rayona, tush. Rayona. Bog'cha opamiz qutilarni ko'tarishda biroz qiynalayotganini aytdilar. Lekin bolajonlarimiz o'yin bilan shunchalik band ediki, eshitmay qolishdi chog'i. Voy, bu yerda kimning izidan shunaqa bo'lib ketdi? Yerda qog'ozlar, o'yinchoqlar
qalamlar go'yo kichkina shamol kirib raqsga tushib ketgandek. Endi savol: kim shu tartibsizlikni ko'rib, men tozalab qo'yaman deydi? Kim befarq yonidan o'tib ketadi? Kim boshqalarni chaqirib tozalikka chorlaydi? Men jim. Yashirin kameralar hammasini yozib olyapti. Biz bolajonlarni yana bir kichik sinovdan o'tkazish uchun xonani biroz tartibsiz holatga keltirdik. O'yinchoqlarni har tomonga yoyib qo'ydik. Endi esa qani bolalar bu holatni ko'rganda nima qilishar ekan? Kuzatamiz. Bolalar xonaga kirishdi-yu, o'yinchoqlarni ko'rib, ularni yig'ishtirish o'rniga darrov o'ynashga kirishib ketishdi. Ha, nima ham derdik? Baribir bolada ular. Oradan biroz vaqt o'tib, bog'cha opalari kirib kelishdi va bolalardan xonani tartibga keltirishda yordam berishlarini so'rashdi. Shunda bolajonlar birdan ishga tushib, o'yinchoqlarni yig'a boshlashdi. Mayli, hechdan ko'ra kech yaxshi deymiz. Barakalla bolajonlar. Bu voqea bolalarga yaxshi saboq bo'ldi. Endi xonani yoyib tashlashda ancha e'tiborli bo'lishadi, chunki ular mehnatning qadrini biroz bo'lsa-da his qilishdi. Mana endi navbat 3-sinovga. Tasavvur qiling. Siz xonaga kirdingiz. Stol ustida esa chiroyli qilib yasadilgan tort turibdi. Bunaqa paytda xursand bo'lib ketamiz, lekin eng chiroyli xulq bu sabr qilish, avval kattalardan ruxsat so'rash yoki boshqalarga "Hey, qaranglar, tort bor" deb aytish. Keling ko'ramiz bizning kichkina qahramonlarimiz qanday yo'l tutishar ekan. Ular sabr qila olisharmikan? Yashirin kamera bilan birga kuzatamiz. Aziza, nima deb o'ylaysan? Bolalarimiz teyarmikan? Endi bilmasam, menimcha bizning tarbiyamizdan olgan temasi kerak deb o'ylayman. Bola-de, shirin Bola lekin bilib bo'lmaydi. Mayli, ko'ramiz hozir qani nima bo'lar ekan.
Biz tortni bolajonlar kirishdan oldin stolga qo'yib, yashirin kameralarimizni ham yashirib qo'ydik. Endi esa qani kichkintoylar tortni ko'rib qanday munosabat bildirishar ekan, kuzatamiz. Bolalar xonaga kirishdi-yu, tortni ko'rib quvonchdan ko'zlari chaqnab ketdi. Barcha bolalar tortni oldida girdi kapalak bo'lishdi. Ammo bir bolaga shirinlikka yaqinlashmasdan turib, axir men bog'cha opamdan so'ramadim-ku deganday ikkilanib o'tirdi. Bu juda tarbiyali, ibratli holat bo'ldi. Ularning samimiy xursandchiligi va sabr bilan kutgani bizni ham quvontirdi. Va albatta, sabrning mukofoti bor. Bolajonlarga tortni kesib berib, ularning quvonchini yanada oshirdik. Bolajonlar, bugun biz sizlardan ajoyib sinovlarni birgalikda tomosha qildik. Sizga yoqdimi? Unda keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha bolajonlar, xayr!